Kassapraf xizmatlari ham bizda bor, bilasizlar. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol BYD Avtomaster deb telefon qilib fathulab chiqaverasizlar. Xudoimiz ko'rsatmasin, Kassaprafga ishinglar tushmasin. Biz bu yerda BYD Yuvan Plus mashinasini olib qo'yganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Krilosiga udal bo'lgan. Mana shu Krilosdan kelib, mashina eshigi sidirib, ponni ikkita eshigini olib ketgan Krilo bilan. Bu yerda mana ikkita eshik alishyapti. Krilo o'zini qoldiramiz. Mana ikkita eshik ko'rinib turgan bo'lsa, Krilo bilan kelgan paytida ikkita eshikni ham shuni olib ketgan. Mana ikkita eshik alishyapti. Ikkita eshik mana yashillarda mana bunaqa bo'lib keldi. Hozir biz yangi eshik qo'yib beramiz, mana. Yangi eshiklarimiz. Xudo xolasa mana izlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana choklari ham hammasi cho'tga kelyapti. Keyin bir narsani aytib o'tib ketsam, joiz deb o'ylayman. Bu Kassaprafni o'zlarining yaqin akamiz. Biz bilan ishlab keladilar. Biz ham bilasizlar, endi 5 yilga 10 yilga ustamasmiz. 20 yildan oshgan bizdan ishlayotganimiz ekan, potax olganimiz ekan. Akamlarda ham bu Kassaprafda ham usta bo'lib chiqqanlariga 25 yil bo'lgan. Bu Kassapraf 30 yilmi? 30 yil bo'libdi. 30 yildan beri mana shu faqat Kassapraf ishini qiladilar. Keyin bizda bir narsa bor, shuni bilib olinglar. Kassapraf deganda hamma detalni ajratib qiladi. Bir xil temir ishi qiladi, bir xil malyar ishi qiladi, bir xil polirovka ishi, hammasini bo'lib olishgan. Bizda unaqa emas. Bizda mashina keldimi, temir ishini bitta odam, malyar ishini ham bitta odam, polirovka ishini ham bitta odam. Kassapraf deganda shunaqa bo'ladi. Hamma ishni bitta o'zi qiladi. Nega? Borib temir ishini boshqa ustaxonaga olib boring, kraska ishiga boshqa ustaxonaga olib boring degan narsa yo'q bizda. O'zlari akamiz chiroyli qilib mana mashinalarni universal usta mashinalarni chiroyli qilib bitkazib beradilar. O'zimni syomka qilmagin deyaptilar, o'shaning uchun o'zlarim syomka qilmayapman. Bu yerda o'zim syomkadaman. 33lik kodi bilan 153 53 53 ga fathulladi. BYD Avtomasterga aloqaga chiqaverasizlar.